Prezident Putin Rossiya Ukraina bilan chegarada bufer hudud tashkil etishni boshladi dedi. Putin so'zlariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari allaqachon ushbu vazifani bajarishga kirishgan. Maqsad Rossiyaning Ukrainaga chegaradosh Belgrad, Bryansk va Kursk viloyatlari hududlarini himoya qilish. Bufer zonani Ukrainaning Xarkov, Sumi va Chernihiv viloyatlari bilan chegaradosh hududlarda barpo etish ko'zlangan. Matbuot xabarlariga ko'ra, gap Rossiya bilan Ukraina chegarasidagi 15-20 kilometrlik bufer hududi haqida boryapti. Ukraina rasmiylari mamlakat shimoli sharqidagi Sumi viloyatida Rossiya qo'shinlari juda faollashganini, oxirgi kunlarda kamida 3 qishloqni bosib olganini xabar qildilar. Ushbu harakatlar Rossiyaning bufer hudud tashkil qilish rejasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin degan taxmin ilgari surilyapti. Ukraina harbiylari o'tgan yil avgustida Rossiyaning Kursk viloyatiga bostirib kirishgan 1000 kvadrat kilometr atrofida hududni o'z nazoratlariga olgan edi. Kurskni ozod qilish uchun katta sondagi Shimoliy Koreya askarlari ham tashlangani. Koreys harbiylar katta talofatlar berganini xabar qildi Ukraina. Shu yil martida Kursk viloyatiga borgan prezident Putin Kursk viloyati ozod etilganini e'lon qildi. Biroq Ukraina qurolli kuchlari hamon Kursk viloyatida o'zlarining mavqelarini ushlab turganlarini aytadilar. Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari sobiq prezident Dmitriy Medvedev Ukraina va uning ittifoqchilariga tahdid qilib, bufer zona butun Ukraina hududini qoplab olishi mumkin deb Telegramda post qoldirdi. Bir kun oldin prezident Zelenskiy Rossiya Sumi viloyati yaqinida 50 ming askarini to'playapti deb xabar qildi. Ular Ukrainaning 10 kilometr ichkarisida o'zlari aytgandek bufer zona tashkil qilmoqchilar. Lekin bunga qodir emasliklarini o'zlari ham tushunadilar deb o'ylaymiz, dedi Ukraina prezidenti. Fuck that, fuck that, fuck you.